Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Shangar jamoasining navbatdagi buyurtmasi asosida katalog yasab taqdim qilinmoqda. Buyurtmamiz Qashqadaryo viloyati Qoratepa qishlog'idan Xayrulla aka tomonidan berilgan buyurtma asosida quyidagi 40 kW quvvatga ega katalogimiz yasab tugatildi va o'z egasiga topshirish arafasida turibdi. Xo'p, katalogimizga 4 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan mahsulot ishlatildi. Demak, katalogimiz 100 kg ko'mir sig'imiga ega, 40 kW, ya'ni 400 metr kvadrat joyni isitish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilindi. Ayni damda katalog 2,5 sotixlik teplitsaga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Hop, katalogning ichki holati bilan tanishtirib o'tamiz. Eshiklarimiz 2 qavat, ko'rib turganimizdek asbeston shunlar bilan jihozlangan. Ruchkalari hamma joyda, ruchka kurchok, ya'ni zajim ostida ishlaydi. Eshiklar bemalol ayni ko'rinishda ligrovka qilish imkoniyatiga ega. Jarat bo'ynik. Jarat bo'ynigimiz 8 mm qalinlikka ega. Xo'p, ichki holati 100 kg ko'mir sig'imiga ega. Zaklopkalarimiz katalogning ichida, ustida hamma joyda 16 mm diametrdagi gladkiy armaturadan foydalandik. Kolosniklarimiz водяной, ya'ni trubchатый, 4 mm qalinlikka ega, natянутый бесшовный turbalardan qo'yganmiz. Xizmat muddati katalogniki bilan barobar. Quyidagi ko'rinishda asosiy eshigimiz, bu yerda kolosniklar, ya'ni demak, teplobmeniklarimizni tozalash eshigi 2 qavat ko'rinishda. Yuqori eshigimiz ham bu yerda 4 ta papka hosil qilingan. Mana tozalash uchun oraliq kattakon 5 cm dan masofa qoldirildi. Teplobmeniklarimiz qalinligi ro'pparasi 3 cm ni tashkil qiladi. Xo'p, bu yerda issiqlik qabul qiluvchi yuza 4 metr kvadrat joyni tashkil qiladi. Xo'p, bu tarafda zaklopkalarimiz bor, old tarafda yana bitta eshigimiz bor pastda. Kulxona, kul tozalash uchun bu shlaklar hosil bo'lgan holatda, mana bu yerdan shlaklarni olgan holatda yana ko'mir solgan vaqt tushmasligi uchun ayni shaklda mana shvillar bilan yopib qo'yamiz. Shlaklarni tozalash uchun pastki eshigimiz 2 korpusga ajratilgan. Demak, mana bu yerdan teplobmeniklarimizni tozalagan vaqtimiz qurumlar pastga tushadi. Aynan shu qurumlarni mana shu eshigimizdan tozalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu yerda ham germetichniy 2 qavat eshiklarimiz demak, ligrovka bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Orqa taraf katalogni, orqa tarafda demak, ayni ko'rinishda mo'r uchun uya qilingan. Bu yerda 160 diametrdagi turba qo'yiladi, ya'ni svarkalanadi va qurum tushadigan bo'lsa bemalol ochib tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni shaklda katalogimiz yasab taqdim qilindi. Katalogimizning umumiy vazni 400 kg ni tashkil qiladi. Bugungi kunda katalogimiz narxi 15 million so'mga yasab taqdim qilindi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.